Qandara qavalinglar. Mendan avval tursanglar. Mana bu shunda asirga tushgan dushman askarlariga o'xshab qoldim. Seni bu shunda qilib qo'ygan kim dedinglar? O'simi mening xotinim. Bu xotin davomli meni bu shunda urib tillab, bo'zaq qilib, xo'rlab etdi. Rahmetlik anam bo'lgan bo'lsa-mu, buncha bo'zaq qilolmasdi. Ana, sen yok acab xo'rlanib ketdim-ku. Acab bo'ldim. Acab bo'lganqa yig'layman. Yo'lbosdek bir artirib, Asandek bir xotindan tayoq yeganga yig'layman. Xotin ağamning dada vay vay. Xotin ağamning dada vay vay. Xotinamsan taladı qaldın. Xotinasan balaga vay vay. Vay vay. Aka, ke. O canım fıkam. Sen menden burun kolunu tandırıp kep boğan mı sen? Encem yarışıpta Şivsariye'nin saati de gibi. Senin yarışıpta kadar güldü kısırvağının ne? Hey, bir yani hepsi de. Fıkam, kündür bırakıtım kutundan tayak eyvan mısam? Mallam namazlı kazak kıkındaki şu olmam da. Sen. Memiş var. Üzerinde sen bırakın ayaldın tayak yemişsem. Zaboy arak keş, arak içimiz kolları titrep ketkendik üye bir yadırıp kıçık gidiremez mi? Aşkımız okşar. Aşkımız okşaşma azaldı. Hey, bu katına ben. Uye, maaşkanlı niminde resim uçudağandek çıraylık yasınıp aldınla. Mana. Xotundan qo'rqadiğanda yana birisi geldi. Yaxşı. Sen mi bizi kalktın mı fıkam? Ya, ben herkes xotundan korkmayım. He, qo'rqaysan, men bilma. Kim deydi? Kas günü korkutup cinini aldım kıtaza. Qanday qo'rqatding? Bizga bir ürgütüp qo'ygin ha? Seni degina qanday qo'rqatding? Kaçtım işkini saptı. Bana emsi dep yalgan deydiğim bir kutu içi bilip, yalgandan ölüp ağam bulup aldım. Şoppana! Dünyada mandamı kap yürek erdi oldu ki na? Sen de bana bu yürek Rustovi destandım yokçum ha fıkam. Anda biz degen xotunun aşında korkuta alayımız. Bu işkini buldun la? Aras, xotununla kulağını kapıda dişlep seni çekirtip ettim fıkam. Ya, tanraqla çanaplı vaqırtып etdi degina. Nim bolgan? Men bo'ldi te. Shuni kun akşam birisi bilan bir yerga borgan dag'la. Bu adashma bir nima qildi ayat topolmagandek men ko'nglimga yaqisiga chiroyli eg'izning birini sizib qo'yapti emasmi? Tövbe. Bu resim degen ak qayg'aga sızmay. Bu xalqning yaqisiga sızib qo'ygan nima sende? Shuni degina. Tövbe qildim. Aşında bo'zaq qilsa gap qilmay qarab turib edingmi? Ma adaş nima deydi qanda? Aylin ko'rab qolgan. Aylim ko'rab qilib olamni ma'lum qilib etdi degina. O kadının ayağını çakmadın mı? Men tak o gapni tutamavsam, men uçamdan ayol kishining bir tal chechini tepelib, u ayolimning tag'im ochiq tutib ketadinglar. Nima dedi? Nima deydi bu kimning chechi debdi? Sizning chechinglimikin desam, meni bilmaydi demsan, bu chash Zohraning chechi deb tatilab uzrimni qiymichimni qilib etdi. Ecep es xotun gene bu. Yaxşımı bunun xotunu ep qalmaptı kenme? Bu xotun bu peylide. İşki xotu dediği bir işi varsa mı menden herkes korkmuyor dek? Ma adaşlığımda yürüydü qanda. Benim deptim ha? Sen bu araş gap qilay. Aşçaş. Zohramning chechi o'g'li. He, Zohraning chechi degan seriq do'st qanday uning chechi bo'ladi? Bu chash qanday chach? Oltin rang seriq chachdi. Ha, bildim. Bu seyrekning chechi ekan da. Hey, seldim men arilib ketgan 2 yil bo'lgan yana uning chechini mish qildim men. Cho'qim seyrekning chechi. Emas! Ems kimdan? O degan hech kimning chechi emas, o degan xelchamning chechi edi. Estağfurullah. Xalqning chechini tipi vaga adam igisi qaytirib bersanmamdan. Adaşlığımda yürüydü qanda endi. Benim deptim ha? O xalqning chechini o'g'irlab kelsa buning ayağı tinglamamda. Bo'ldi qana, bo'ldi. Oxiri qanday bo'ldi? Axir qanday bo'ldi shu sayt o'g'irayotgan ilki qing'iraq bilan shu men chanapni go'sht. Ecep qaram xotun gene. Qanda men bunda kullamchi adam qarchatladigan xotinni ammag'am birim bura balla. Men deyman, bu seni mening dardimni so'zi samjiq, sen nima bo'lding?
Ufkam, senin derdin benim derdimge yamağım bulamaydı mı? Mesela. Xotindan so'ramay azroq pulni xijlab ketdim. Ne? Xotundu surmay pul xejdin mi? Sen mi qaram kelsa? Hey, xotinni so'rmayim pul xajlab etgan barmandan. Hey. Hey, xotunun pulni o'g'irlab harqishib etsa, ha? Yo'q. Balamning hayti chiqqan haytlik pulga ishga. Nomus qilsangchi? O shunchalik ishga nomus qilmayim lavadi degin ha. Shuna bilan da bir ekletganning o'rnida chechini ozroq jungdab qo'ysam, bak quluqimni tushunib oldi. Bichora quluqim vazir kadar og'riydi. Seningcha, mush gap anglamaydigan quliqingni uzib tashlab, beshingni putmiga haykalda qilib qo'yishchi toza. Ada, seni davr kes. Xeydi so'zdan balasdan pulni xejdab turgan, nima bo'ladi unga? Haras? Senin hocam talaş çıkıp ağayın evden taz buluşuk işçim. İlgirgin tanışıldım da izbes desem, öğüçesem xotan. Nemi dağ bulup kettin balam deydi? Bu nima gapimda? Tövbe kıldım Xudayım. İyirinle balam deydi, kanda saran xutun sen dep. Kaçtıqanda mı da kıp koysam, keynimden bir xutun noğuşta beşim bir tangıda birini koyaptı. Dümle çişli. Senin uğan xutun kim iken? Benim xotunum ken. Hey, sen uğan xotunchi? Kaynatamni xotun eken. Hey! Kaynalan oldun mu? Tövbe Xudayım. Men öz anamni olsam uralaymanki, lekin qayinamni yuzga tikilib qarayamayman. Oylap bakın da. Endi bir meslikte, endi bir anısını bir işik talımında kıp koyganga, yerini şu noğuşla uğa xotanda, xotan degeni bilan da oylap bakın da. Ya, senin xotun aşırı ütçüm ha. Mes bilen mi tang olam dedin la? Balların gap kılmadı mı? Anısını noğuş kılıp etken şu balla. Ha, kada deyse? Burun, ançı mançı urup mu koyuydum ras. Ha. Endi ma balı çoğu oğan dekin, onısıyla senle uğuşup kalsak bak o. Ha. Meni anısı tutup bilip yedirip bitirmez mi? Sizlarning o xotiningni bek eskilik chekkan jimanglar balla. Senin xotun mu çağılak, paatmı da? Deydi, bek yaxshi ay bu. Qaysi kuni bizning idorada bir o'tirash bo'lganda, bir qizchaq bilan ilmiy tansi o'ynab olsam, ayolim kirib qoldi emasmi? Nima qilishimni bilmay tursam, bo'ldi xijillanmanglar desa, men bir kun tanishib o'taman deb gap qilmay ketdi. Yapana! Xotun degan mana bunday bo'lmanda. Maniki de xotun desa ish kuchini qo'ysin azıqı. Hey balla, u deginni qilib tanishib o'tgandek turdi. Qanday desa? Men odatda piyum ichmaymanlar. Rost. U kunda aroq ichib uyga mas keladi. Bu aroq degan tan salomatlikka ziyonli narsa bo'lsa, uning oshqozoni og'rib ketsa men qanday qilaman? Bo'lmabdi, oshqozon kesilgan yaman kisel. Bo'lmabdi. Men demisimi o'zini aysunmamda. Agar og'rib qolsa, men uni qanday qilaman, qandaymi chidayman uningga? Bo'lmabdi bu, hargiz bo'lmabdi bu. Shundoq qilib biz ana shu xotinlar buzak bo'laveramiz. Tugashdiq, biz tugashdiq, aka, tugashdiq. Hey, ahmoq saranglar, sizlarni quringlar. Nima ne? Xotinda qo'qaydiganlar jamiyatini. Xotinda qo'qaydiganlar jamiyati? Bu dediki. Shunday qilin. Anda olsa ben peshqadam sayimni o'chib olgan ekan, buniki reis bo'lay. Unda asmen ma'lum olayım aka. Bak. Menga bosh katiblikni bersanglar, garchi men xotindan qo'rqmasammi, men qatnashib qo'yay. Hisob! Endi bu xotinlar bizni aroq ichdi ham deb baksın ha qani. Endi boshqa ayollar bilan aralashsin, depasına og'zini. Mengo buning dekin hergiz qochib yurmayman. Bizning istiqbolimiz bormi? Ey xotinlar, tugashdinglarmi? Ham meni bundekin shu tegiga besuylik urib baqsin cho'qina. Ayla, menda bak o. Xotin 12 da bergan ozroq pul bor. Ishimda. Ishaqsine. Mening balamni maktabiga turgan akitib bergan pul var. Mana hammasiga aroq elib ishitimiz bor. Bo'ldi yechim. Bo'ldi. Menda mo xotin o'smak kelishga bergan pul bor. Men hammani xajlab o'taman. Biroq men qizilini ishlayman. Bo'ldi. Hacır olamam, mayli qilsa. Hey! Nega? Bo'ldi ya. Bu ishkangni mushundaq aqsaq sudaq tursanglar, qanday qurimiz bu jamiyatni? Ahmaklık ekenden baba. Muş gap işendin mi? Akşam o ayal eli kırkta küllep uruşuyorgende. Çeçini tamgı üstüne verip diken ben. Ma tamgı teki kisikene yeşim ben bunu sakin. Yalmanki. Sen bu taylıqtın. Mal şu enden. Qara. Fikrim, xotinda tayoq yeydigan ish yo'q. Endi joyiga erim o'dirib aziq qilib qo'ymasin deb yalg'ada tangab olgan narsa bor. Mana.
Tövbe. Maşkısını qaranglar. Hemmi günah yüzlü turup, xotinlarini tillasime işinipti men go. Bo'ldi. Bundan aşı nimenge üzden katlaşma. Bana her şu başka tutquni berib kelsa, herkes men qatnaşmayman. Hey! Katupcan nega? Anim bo'ldi. Mas tamoshi bilan salom qilib bitib manga.